Sizlar bilan King Gamer. Bolalar, bugun sizlar bilan mashina olamiz. Da bola to'g'ri aytdilar. Bugun biz sizlar bilan Grand Mobile'dan mashina olamiz bolalar. Qani olsam, kichik introdan keyin videoni boshlaymiz. Tak bolalar, men mana Yujniydagi iqtisodiyot avtosalonga kelib olganman. Endi kirib mashina tanlaymiz. Tak, o'zim uchun men bitta avtomobil ko'rib qo'ydim. 100 tuzilishi ham normalniy. O'zi ham normalniy yuradi. Mana u mashina bo'ldi mana. Mana bo'ldi. BMW E39 M5. Menga yoqdi bu mashina. Ham mana 250 km/soatgacha chiqar ekan. 250 nima deyapti? Da bo'ldi, narvanli mashina bu ham. Bu yo'daylari qimmat 400 ga mana 2 million. Bekka короче, meni pulim mablag'im hozir kamroq. Prosta men buni rangini bilolmayapman-da. Qanaqa rang olsam ekan? Ko'k olsam, siniy olsam ekan? Yo, mana bu kulrang olsam ekan? Yo, qora olsam ekan? Qaysi biri mos tushar ekan? Men bu qora menimcha uncha yarashmayapti. Men nazarimda qanaqadir xunuk turibdi. Bu ko'klar esa nima, ko'klar ham bir variant. Lekin menimcha vallahi mana qaranglar, takoy skромный qildi. Men tezligini ham qaranglar-da. Qaranglar, sraz 100 ga chiqib ketdi. Tezligi o'zimga yoqdi. Vallahi to'g'risini aytsam, bu meni o'yinni va bolalar ko'rdinglar, mana telefon o'z-o'zidan o'tvordi. Endi bo'lsa boshqatdan Grand Mobile ga kirib olamiz. Endi o'zi sizlar zerikib qolmasliklaring uchun videoni tezlashtirib yuboramiz. Bolalar, mana biz yana boshqatdan o'sha mashina oladigan joyga kelib oldi. Endi bo'lsa o'sha mashinani olamiz. Bu juda ham zo'r mashina ekan. Atiga 60 litr benzin yeydi ekan. Bu juda ham zo'r vallahi. Va men ancha o'ylanib oxiri sariq rangni olishga qaror qildim. Bolalar, mana mashinani sotib oldi. Endi bo'lsa parkovkaga mashinani olgani ketdi.
Va mana bolalar bizning yangi sotib olgan mashinamiz. Bolalar men juda ham hayajonlanib ketyapman, chunki bu birinchi sotib olgan mashinam. Va mana bolalar mashinamizni ochib ichiga o'tirib olamiz. Mana haydab ko'ramiz o'rtoqlar. Voh, zo'r mashina bolalar. To'g'risini aytsam, bu taksiga o'xshab qoldi. Va mana bolalar, video o'z nihoyasiga yetdi. Bolalar, bu birinchi qismi, hali buni ikkinchi qismi ham bo'ladi. Buni ikkinchi qismida tuning qilamiz o'rtoqlar. Qani bo'lsam, videoni tugatamiz shu joyda o'rtoqlar. Hammalarga omad, hammalarga xayr. Like va obuna bo'lishni unutmanglar o'rtoqlar.